Avvalambor hammalarga assalomu alaykum. Sizlar bilan yangi videorolikda yana bir bor ko'rishib turganimdan xursandman. Onlayn daromad kanaliga xush kelibsizlar. Do'stlar, bu bizning kichik kanalimiz hisoblanadi. Katta kanalimizda hozirchalik banda bo'ladi. O'shaning uchun bu kanalimizni qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddaman. Xudo xohlasa 100 ta bo'lishimizga ancha ko'p qolmagan, 50 ta qolgan. O'shanga maksimalni podpiskalarni bosib, birinchi o'rinda obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib kuzatib qo'ysangiz, bundan keyin judayam zo'r foydali videoroliklarni chiqarishga harakat qilaman. Sizlardan podдержка bo'lsa, mendan ko'proq videorolik va sizlar uchun ko'proq foydali pul ishlash yo'llarini ko'rsatib beraveraman. Bugungi saytimizda judayam zo'r pul ishlash usullarini ko'rsatib o'taman. Videoni o'tkazmasdan shuning uchun oxirigacha tomosha qilsanglar, bemalol ko'rib sizlar ham ishlashni boshlashinglar mumkin. Ko'p videoni cho'zib saytga o'tib olamiz. Xo'p do'stlar, bugun bizga kerak bo'ladigan saytimizda mana bu MJK Media deb nomlangan judayam zo'r saytimiz hisoblanadi. Mana shu saytni linki kommentariyada va opsiyanida bo'ladi. O'sha linkdan kirib saytga o'tsanglar, xuddi shunaqa bo'lim chiqadi. Mana bu yerda sign up degan tugma bor. Shuni bitta bosish orqali bizga birinchi bo'lib bu ro'yxatdan o'tib olishimiz kerak bu saytda. Birinchi yo'lakka elektronniy pochtamizni, ya'ni elektron manzilimizni kirgizib olamiz, email ya'ni. Ikkinchi yo'lakka parol kirgizamiz. Uchinchi yo'lakka o'sha parolni qaytadan yozishimiz kerak bo'ladi. Invite kodni yozsa ham mana bitta chiqadi. Invite kod sizlarda o'zi avtomatik chiqqan bo'ladi. Unga tegmaysizlar hamda Cook Register Now degan tugmani bosasizlar. Keyin login degan joyga kirib, akkauntingizga kirib olsanglar bo'ladi do'stlar. Meni ham akkauntim bor, hozir kirib videoni davom ettiraman. Xo'p do'stlar, ko'rib turganlaringdek, biz hozir mana shu saytga kirib oldik. Bizda xuddi shunaqa bo'lim chiqadi sizlarda ham. Judayam zo'r sayt, menga yoqqan taraflari judayam ko'p bo'ldi. Hozir bir tushuntirib o'taman. Kirganinglarda sizlardan nol turadi. Bu saytda biz judayam ko'p pul ishlash yo'llarimiz bor. Birinchi bo'lim bu yerda VIP degan bo'limga o'tadigan bo'lsak, mana bu yerda ko'rib turganinglardek, bizga mana bu yerda ko'rib turganinglardek VIP 0 da ham pul ishlasak bo'ladi. Ya'ni kuniga 0.05 dollar pul ishlab borsak bo'lar ekan. Bizga kunlik hech qanaqa sarmoya kirgizmasdan. Men 10 dollar sarmoya kirgizdim saytga do'stlar. Hozir men kuniga 10 dollardan 0.34 dollar pul ishlab borar ekanman. Juda ham kam deyishinglar mumkin, lekin bu sayt juda ham zo'r, ishonchli sayt. O'shaning uchun bemalol kirib ishlatsanglar bo'ladi. 30 dollar kirgizsanglar ham juda ham idealniy summa. Kuniga ikkita zadaniya bo'lar ekan, ya'ni task degan joy ikkita turibdi va kunlik daromad 1 dollardan 2 dollar bo'ladi. Общий bu degani task bitta bo'lsa 1 dollar, task ikkita bo'lsa 2 dollar. Keyingisi 98 dollarga do'stlar kuniga 3 GB почти 10 dollar kuniga ishlatsanglar, 10 kundan keyin sizlar pulinglarni qoplab foydaga chiqib ketishinglar mumkin. Juda ham ko'p turganlarda eng kattasi mana 45 ming dollar. Общий profitdan garantiya beryapti 510 ming dollar qilishga, kunlik foyda 1700 dollar bo'ladi. Kunlik foyda 1700 emas, 1700 dollardan har bitta zadaniya 20 tasi bo'ladi общий. Bu degani do'stlar 34 ming dollar bir kunda ishlab borishinglar mumkin. Shunchaki zo'r. Profit degan bo'limga o'tadigan bo'lsanglar, mana bu yerda qancha pul ishladinglar, qancha anaqa qildinglar ko'rib borishinglar mumkin. Top up degan bo'lim orqali do'stlar sarmoya kirgizishimiz mumkin. TRS yoki BIP20 yoki RSA USDC degan mana bu uchinchisida ham любойda mana shu yerdan anaqa qilsanglar bo'ladi, sarmoya kirgizsanglar bo'ladi. Mana minimum do'stlar 10 dollar. Bunda ham minimum 10 dollar. Misol uchun TRS 20 orqali kirgizmoqchi bo'lsanglar, adres beradi sizlarga. Misol uchun 10 dollar yoki 30 dollar, 98 har xil kirgizmoqchi bo'lsanglar, xuddi shuni bosasizlar, recharge now degan joyni bosasizlar va pul taylaganinglardan keyin do'stlar, mana bu yerga transaction ID degan joyiga, misol uchun qanaqadir Binancedan yoki boshqa birjadan o'tkazgan bo'lsanglar, istoriyaga kirib ko'rsanglar, o'sha tranzaksiyani sizlarga ko'rsatadi. O'shanda ID'si bo'ladi tranzaksiyani. Nusxalab olib, o'shani mana bu yerga tashlashinglar kerak bo'ladi mana shu yerga. Va avtomatik recharge now deb bosganinglardan keyin tranzaksiyalar qabul bo'ladi do'stlar. Unchalik qiyin emas, birdaniga pul tushadi, unchalik kuttirmaydi. Keyin task degan bo'limga o'tsanglar, mana bu yerda task chiqishga boshlaydi. Mana bu yerda ongoing audit, ya'ni bu jarayonda turibdi. Mana buni bajarganimizdan keyin completed degan joyga turadi do'stlar, ko'rib turganingizdek. Shunaqa anavi bo'ladi. Men misol uchun hozir zadaniyani bajaryapmiz. Mana bugun men уже zadaniyamni bajardim.
Mana bosganim bilan foydasi yo'q. Mana shu muzikani 5 sekund tinglab o'tirsam, o'zi mana bu yerda sizda VIP darajangiz chiqadi. Kunlik oladigan pulingiz, profitingiz va kunlik qancha zadaniya bajarishingiz va receive task'ni bosasizlar. Har kuni bosganinglardan keyin o'sha do'stlar mana bu yerda mani balansimda misol uchun hozir pul bo'lishi kerak bo'ladi. Bitta yangilab olamiz saytni. Xo'p, bu mani balansimga qo'shilgan mana bu yerda. Rekord degan joydan ko'rib olsak ham bo'ladi. Mana bu yerda completed degan joyga ham qo'shiladi do'stlar. Daily check in degan joy bor. Mana bu yerda bossak ham bo'ladi. Bizga qanchalar miqdorda pul beradi bu orqali. Mana bu yerda about us degan joyda kompaniyani sertifikatlari bor. Bemalol ko'rib, xohlasanglar skaner qilib ko'rishingiz ham mumkin. Salary degan joyi ham bor. Mana bu yerda eng to'g'ri ko'rsatilgan yo'li shu bo'ladi. Mana ko'rib turganinglardek. Xo'p, $10 xullas 300 kun hamma bizga bu talab bergan VIP darajalari 300 kun davomida amal qilar ekan do'stlar. Mana bu yerda o'zi share on app degan joyi ham bor. Xohlasanglar do'stinglar orqali ham pul ishlasanglar mumkin. Yoki invest degan bo'limlar bor. Mana bu yerda do'stlar ko'rgan bo'lsanglar $1.34 pul bo'ldi. Ya'ni pul hisobimga kelib tushdi. Mana bu yerga pul qo'ysanglar, kuniga 0.01% ga 300 kunda 3% ko'payadi. Mana do'stlar pulimizga kelib tushdi. Xohlasak buni yechib olsak ham bo'ladi. Xo'p, pul yechmoqchi bo'lsanglar, mana bu yerda withdraw degan joyni bosasizlar. Mana bu yerda birinchi bo'lib do'stlar parol, telefon raqaminglarni, mana bu yerlarni to'ldirib taylasizlar. Parol o'rnatasizlar. Mana bu yerda pul yechishingiz uchun parolni kirgizasizlar. Mana bu yerda adresinglarni kirgizib olasizlar, bo'ldi. Keyin sizlarni qaytib bezovta qilmaydi va minimum miqdor pul yechish $1 tashkil etadi. Bemalol kirib saytdan pul yechib olsanglar bo'ladi. Unchalik qiyin emas do'stlar. Video tushunarli bo'lgan bo'lsa xursandman. Kanalimga obuna bo'lib qo'yishi va like bosib, kommentariyalar yozib, podpiskalar bosib, aktiv bo'lib turishingizni talab qilib xursand bo'lib, iltimos qilib qolardim. Video yoqqan bo'lsa, albatta, saytda aytayotganimdek manzillar video ostida bo'ladi. Xayr, salomat bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha.